Canım şuralar, 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 şuralar. Bolalikdan birga o'sgan. Canım şuralar, 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 şuralar. Menga kelgan dardni to'sgan. Canım şuralar, 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 şuralar. Qolib ketdi shabnamginam halovatim olib ketdi Andijonda ko'nglim mening qolib ketdi shabnamginam halovatim olib ketdi Taralar yuzlaridan ko'zlarining gavharlarini oqib ketdi Yüzlerden gözlerimin gavharlarini akıp gitti Gitme şabnamginam, gözlerini
yaxshi muhabbat sen chiroyli muhabbat sen go'zalsan kelgan o'zim turayli yig'layman deyarsan muhabbat sen chiroyli muhabbat sen go'zalsan kelgan o'zim turayli yig'layman deyarsan Salomat bo'linglar. Bor bo'linglar va omon bo'linglar. Ushbu kechamiz qirolichasi malikasi Musonaxonga yaratgan Allohdan ulug'ligingizdek porloq hayotni chashma suvlaridek izoh omonladilar. Sevgingiz, muhabbatingiz afsonasi ham tillardagi ham dillarda doston bo'lsin deb qarindoshlar, qondoshlar birga yaqin aziz insonlar, qadamlar jigarlar. Azizlar, o'zi aytsanda azaldan bizda o'zbek elimizda mehmonni atoyi xudo bilganmiz. Qulalarni ulug'lik to'yxonani to'lagan dasturxonni birga o'tkazamizda hech kim qolmaganda chaqiramiz. Hozir mana shu qulalarni chaqirib desam qarindoshlar xafa bo'lgan, arazlagan, o'tirib olib achchiqlar aytgan diliga yaqin aziz insonlar nomidan Zarina, Madina, Dilafruz opamizni tabrik so'ziga marhamat aytamiz. Nomi chiqqan qadrli, hurmatli aziz insonlarimiz, kelinglar, badiiy maydonimiz sizlarga muntazirdir. Oqish misoli parvozlarga shaylangan singlim, ertakdagi malikaga aylangan singlim, sultoniga Muhammadjonga kelin bo'lib saylangan singlim, qutlay bugun singil jonon to'yingiz, tilla bo'lsin ostonangiz, o'yingiz degan qarindoshlar, qondoshlarga to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmat. Akama to'yi o'tsin rahmat. Umri uzun, fayor, umri uzun bo'lsin. Otboqlar olsin. Qo'yga olsin, ba'dan qandoqasa. Bitta arma salommi. Amakijon, mana shu arziydigan sovg'angizni O'tkirjon akaga beramizmi? Qani O'tkirjon aka, davramizga kelamiz. Hurmatli amakimizning ijtimoiy hadiyasini qabul qilib olasiz. Odatda tilla umrini uzun bo'ladi deymiz. Tilla kabi umringiz uzun, hayotingiz go'zal, baxtingiz esa o'zingiz kabi latofatli va chiroyli bo'lsin. Qani qarindoshlar, xush kelibsizlar. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, Shetog'ajonimni, Oybajonimni, O'tkir akamni xonadonlariga hammalar xush kelibsizlar. Mo'minaxonga uzoq umr, salomatlik, dunyodagi eng katta baxtlarni tilab qolaman. Baxtli bo'lsinlar. Qo'sha qarisida arzimagan so'ramizni kelinchakka topshirib qo'ysa, qarindoshlar nomidan. Avvalambor assalomu alaykum. Men ham mashhurda aytilgan barcha yaxshi niyatlarga qo'shilgan holda o'rtaga baxt tilayman. Baxtli bo'ling. Qarindoshlarimiz nomidan arzimagan sovg'alarni topshiramiz. Hurmatli qarindoshlaringiz, qondoshlaringiz, jigarband dilbandlaringizni qalbga yaqin aziz insonlaringizni hadiyasi muborak bo'lsin. To'ylaringiz, to'yonalari muborak bo'lsin. Odatda sovg'aning eng ulug'i mana shu konvertning ichidagi qulluq deyishadi. Qulluq sizni yaxshilik kunlaringizga bersin. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, shu xonadonga xush kelibsizlar. Men bu ikki yoshga baxt, saodat, uzoq umr tilayman. Shu qarindoshlar nomida sovg'amiz qoldirib, menga Salomat bo'lamiz. Umidaman galdagi hadiya muborak bo'lsin. Doim xonadoningizda yaxshilik kunlar bo'lsin. Mana shu hadiya sizni faqat yaxshilik kunlaringizga bersin. Ana endi hurmatli qarindoshlar, badiiy maydonimiz sizlarga muntazirdir. O'ynaymizki, o'zingizning chiroyli raqsingiz bilan xonadon sohibi sohibalarini qalblarini xushvand etasiz deb. Marhamat. Mahbubdagi qizlar,
Sevip kaldım yar yar, yanıp kaldım yar yar. Yarim bular yar yar, canim bular yar yar. Yarim bular yar yar, canim bular yar yar. Savaş kaldırdı, sevgimizde izler var. Şu an yerken yollarda, sana varsam inemem, can isen can inemem. Ne olsa sevgilim, hamisha yan inemem. Sen de sen de olmasan
bo'linglar, omon bo'linglar. Har doim to'ylaringiz xazinaga, xazinangiz esa faqatgina jannatlarga yo'l bersin deymiz. Sabri go'zal, o'zlari ulug', qadamlari qutlug' qudajonlar bilan kechamizni davom etamiz. Azizlarim, sevgi, muhabbat, sadoqat qolaversa ishonch osmonida bir juft yorqin va porloq yulduz o'z nurlarini socha boshladilar. U ham bo'lsa Qur'oni ichamiz. Nisolat xonim hayotlariga qirol kabi tashrif etayotgan jufti halollari, qirollari, beklari Muhammadjonlar. Ikki yulduzni qayta muborakbod edi. Sochi bo'laylik O'tkirjon aka, o'yingizga Nisolatxondek oliy ma'lumotli, o'qimishli chevar qizingizni biringizga olib ketaylik, kelin qilib uyimizga degan qudajonlar, marhamat qilib sizlarni badiiy maydonimizga marhabo deymiz. Chiroyli qarsangiz ostida kelinchagingiz Nisolatxonni kutib olasiz. Marhamat.
Bugundan e'tiboran birlari sizni obingiz, birlari singlingiz, birlari esa sizning eng yaqin sirdoshing hisoblanadi. Yana bir bor sizga mana shunday ajoyib qarindosh, jondoshlar muborak bo'lsin. Qarindoshlar nomidan Muhammadjon deb sevimli suyukli yoringiz muborak bo'lsin deb badiiy maydonimizga qaytsingil opajonlaringiz Mahliyoxon qolaversa Ruxshonaxonni tabriz sizga marhamatligingiz qonuniyatga yarashgan Nisolarxondek kelin emas sevgi muborak bo'lsin. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Barcha erkaklarni sizlarga qo'shilamiz, sizlarga baxt tilaymiz. Amajonlar xizmatlarini qilib, doim kelinlarning navbat berishlarini tilab qolamiz. Qarindoshlar, Assalomu alaykum. Sizlar mana akajon bilan vaqtingiz ham o'zingizga o'xshagan go'zal bo'lsin. Akajon bilan xizmatlarini qilib Chiroyli hizmet shirin so'zlari uchun tashakkurlar bildiramiz. Nisolarxon to'ylaringiz muborak bo'lsin. Hurmatli onajonim nomidan to'y muborak bo'lsin. Sevib sevilishdagi oliy baxt sizlardan aslo tanilmasin. Ana endi dilbar go'zal ohanglar qo'shiqlarimiz sabri go'zal xudojonlar uchun keladi. Kechirolmaysan, xiyonat qilganda ishonganlaring. Qolqalasiga berkitib qo'ydim, gullab qo'ymasin deb tuyg'ularimni. O'zimdan ham ko'proq ishondim senga, olib qo'yma yuzdan tuyg'ularimni. O'zimdan ham ko'proq ishondim senga, olib qo'yma yuzdan tuyg'ularimni. Show
Hoş kelibsiz, hoş ko'rdik. Qadamingizga hasonlar, to'g'ri gaplar yolsin deymiz. Mehmonni atoyi xudo bilib, xonadonimizda to'y deb necha kundan beri yeligan yugurgan, hattoki o'z jonini unutgan mezbonjonlarga izlanamiz. Keling endi Mahina xonimning jigarban dilbandlari, mehribon amakijonlari, qadrli xolajon, Gulinonajon, ammajon, har bir jigarban-jigarbo'shalarini so'nggi bir juft qo'shiqlar ostida davramizga marhabo deymiz. So'nggi qo'shiqlarimiz barcha mehmonjon va mezbonjonlar uchun kuylanadi. Marhamat jasorat. Azar boyandan beri so'radim, tabrigimiz bo'lsa kelib tabriklaylik, keyin o'ynaymiz deb. Qani tabrigimiz bo'lsa, bolajonlar, shirin to'ylar, qani kelinglar. Jigarban dilbandlar. Qani kelamiz? Yangijonlari, amakijonlari, ammajonlari, tabrigimiz bo'lsa qani kelinglar. Siz kabi el koriga yaraydigan ajoyib yigit qizlarni ota-onasi bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Xonadonimizda to'y deb charchab qolmadingizmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Jiyanimga baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Eng yomon kun mana shu bugun shunday tiladoshman. Rossiyada kelolmagan aka, jiyanlarim nomidan baxt tilayman, baxtli bo'ling. Nima niyating bo'lsa niyatingga yetsin. Ota-onalaringga yaxshi xizmat qiling. Sog' bo'lin, salomat bo'lin, hech qachon kasal bo'lmang. Sog' bo'lin, salomat. Salomat bo'ling doktorjon. Samimiy tilaklaringiz, ezgu niyatlaringiz, shirin suhbatlaringiz abadiy tobat o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Yakkayu yolg'iz mehribon ammajonlari sohiba badanlarimizga kelamiz. Qani keling. To'ylar muborak bo'lsin. Xolajon, Gulinonajonlari bo'lsalar, davramizga kelinglar. Endi mana mehmonlarning ko'nglini oldik. Kechamizni mezbonlar bilan davom etamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mashhur qo'shonlarga xush kelibsizlar. Manam jiyanim bilan kuyovimga baxt tilayman. Baxtli bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Mana kechamizni qatnashuvchilari, shu yerda aytilgan barcha yaxshi tilaklarga qo'shilgan holda mana sizga Mahinaga baxt tilayman. Baxtli bo'lsinlar. Kuyovalar bilan doimo mana shunday hayotlar chiroyli, go'zal bo'lsin. Allohim shundan shakar farzandlar bersin. Salomat
Sırar hayran Kollarından tutkanım yok Kez yanıyor seni çalmak Yüzünden tutkanım yok Mamalar kal sevgiye yeter Kim muratkar sevgiye bakınca benim yüzüm kükretir sevgiye bakınca benim yüzüm kükretir yalancı yar yok yanında seni görüp duramadım Duy ki sesini duygulamadım Yıllar yandım medyanladım Bu sevgimin karanlığında Yıllar yandım medyanladım Aytganga ko'nmaydi hech o'zgasini sevmaydi hech tushuntirib bo'lmaydi hech yuragimga tushmay qoldim Aytganga ko'nmaydi hech o'zgasini sevmaydi hech tushuntirib bo'lmaydi hech yuragimga tushmay qoldim Tandan jon chiqay deydi bir bor kuyib yonay deydi yana qaytib sevay deydi yuragimga tushmay qoldim Muhabbetten korkarım şu bir yer fakat alamıyorum Muhabbetten körgenim şu bir yer fakat alamıyorum Savaşlarga taş bir almay fakat seni
omon bo'linglar. Dunyo qancha tursa har biringiz shuncha bilinglar deymiz. Kechamizni, ya'ni so'zimizni davom etamiz. Azalim har bir yaxshilikning yakuni bor deganlaridek, ibtido bor joyda albatta imtihon ham bo'lar ekan. Fayzon shamimizga go'zal qizlar basmamizning birinchi debonchasiga yakun yasashdan oldin kechamizning jozibali ko'rkam va fayzli o'tishida o'z hissalarini qo'shgan Leylik to'yxonasining har bir xodimlariga, shirindan shakar taomlari bilan siylagan qo'liga oshpazlarimizga, o'zlarining dilrabo qo'shiqlari-yu oltin ovozlari bilan sizlarning qalbinglarni mazg etgan Jasurbek G'aniyevga, qolaversa shogirdlariga hamda eksklyuziv studiyasining muhandisi Ilyarjon akamizga alohida tashakkurlar bildiramiz. Sizlarning ham xonadoningizda mana shunday yaxshilik kunlari bo'lsin. Yaxshilarning yaxshilik kunlarida xizmatlarni qilib, quvonchlarga sherik bo'lib, duolarini olib yurish Kamina Dildora Usmonovaga nasibimiz aylasin deymiz. Yana bir bor xonadon sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin. Qani Risolatxon davamiz badiiy maydoniga kelasiz. O'tkirjon aka, Umid opa, qani kelinglar. Chiroyli duolar bilan oqshomimizga yakun yasab berish uchun mehribon buvijonlari davramizga kelasiz. O'tkirjon aka, Umid opa, g'am bosmasin hech qachon. Bunchoq qora ko'zlaringizdan bo'lmasin hech qachon. Uzoq umrlar tilaymiz, umringiz bo'lsin ziyoda. Allohimdan sizga takror va takror baxt so'raymiz. Baxtli bo'ling har qachon. Otajoningiz xonadonlariga, onajoningiz bag'rlariga faqatgina baxt ko'z yoshlari bilan tashrif bering. O'zga xonadoni yaxshisini oshiring, yomonini yashiring. Ana o'shanda baxtli oilaning eng baxtsevar bekasi, shirindan shakar farzandlarni mehridargan onajonisi Muhammadjonni esa yeri ko'kka ishonmagan, sevgan, ardoqlagan mahillasi-yu bir donasi bo'lasiz. Hayotingiz asaldek shirin, shirin bo'lsin desak, umringiz asrdek uzoq bo'lishini Yaratgandan so'rab qolamiz. Baxtingiz ham o'zingiz kabi go'zal bo'lsin deymiz. O'tkirjon aka, Umid opa, ibon hayotda husn-u jamolda, aqli idrokda, nafosat va nazokatda, vazminlikda tengi yo'q, o'qituvchi, modelyar, dizayn, shifokor, ya'ni chevar qizni ulg'aytirib o'stirganinglar uchun sizlarga alohida tashakkurlar bildiramiz. Boringlarga shukronalar aytamiz. Har doim xonadoningizda to'y bo'lsin. Farzandlaringizni rohatda ko'rib yashash sizlarga nasib aylasin. Qarilik yashtini birga suringlar. Xonadoningizda qo'shaloq chevaralar bersin. Ana o'sha nabira chevaralar qurshovida qolish sizlarga nasib aylasin. Robbim Rahmon yana sizlarga yaxshi joylardan kuyovlar ato etsin. Endi onajonlarimizga chiroyli duo beringlar. Mana shu Risolatxon ham sizlar kabi ona bo'lsinlar. Sizlar kabi qo'shaloq nabirani mehribon buvijonisi bo'lsinlar. Marhamat. Azar ko'taraylik bilagimizni duoga. Robbimiz bersin har birimizni tilagimizni. Marhamat. Bajon, baxtli bo'ling, umringiz bersin. Baxtli bo'ling. Mana azizlarim shunday chiroyli ishda qiz bazmini o'tkazdik. Mana shu qiz bazmimiz yakuniga yetib qoldi. Mana shu fursatdan foydalanib mana shu qiz bazmini chiroyli qilib o'tkazib bergan mana shu aziz suxandonlarimiz, mana muzikachilarimiz, videochilarimiz, mana shu suxandon, mana azizim Dildora xonim, iloyim so'z bo'yligiga siz bo'ylik qo'shilib o'stin jonim bilan. Yilni ardog'ida yuravergan. Mana shu muzikachilarni ham qo'llarini olmasin. Yilni xizmatini qilib shingina yuravergan jonim bilan. Mana shu bilan Qoliqon nomidan, Bahramjon nomidan, O'tkirjon o'g'lim Umida xonim nomidan, hamma to'ygalar nomidan, shaxsan o'zim nomidan hammaning chiqib minnatdorchilik bildiraman jonim bilan. Shundan foydalanib shu balamga, Nusratoyim qizimga, jonim balam, jonim qizim, ular borgan joying bir ajoyib bir mehribon bo'ldi. Xudoyim baxt bersin, iqbol bersin, sog'lik salomatlik bersin. Alloh senga lozim qilgan juda haloling Muhammadjon bilan xush shaharing. 10 kun o'sgan to'y qo'ygan balang
nimaga niyatlaringizni yetgan. Faqatgina sizlarga mana nasihatim sabrlik, shukrlik, kechirimli inson bo'lsang jonim bilan dunyoda kamol topasan. Ilohim baxtingni bersin jonim bilan, borgan joyda umr o'ssin. Kelar yana yaxshi kunlarga guvoh bo'laylik. Shu nima solih o'g'ilcha qizchalarning solih o'g'illarni Xudo nasib qilsin, yaxshi kunlarda birga yashaylik jonim. Hammanglarga rahmat. Kelganinglar uchun amin robbil alamin. Ya Alloh mehribonim, o'zing shunday yaxshi kunlarni shu balandga navo qilsan. Ilohim hamma yo'llarni, bosgan qadamlarni xayrli qilgin, tanjonlarni isloh qilgin, umrlarni uzun islomni ulug' qilgin. O'zing shu yaxshi niyatlar bilan boshlaganlar, menga yaxshi niyat qilgan bo'lsalar, o'zing shu ballarga ato etgin. Xushxabar qilgin jonim. Salomat bo'linglar onajonlar. Biz yoshlardan elimizni, xalqimizni duo qilishdan aslo qolmanglar, tonmanglar, charchamanglar. Biz san'atkorlar ahli sizlarga xayr demaymiz. Har biringizni xonadoningizda mana shunday baxtli san'atlarda, quvonchli kunlarda, fayzli to'ylarda ko'rganda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nisolar xonim sevilib, baxtli hayot bo'linglar. Salomat bo'linglar.